siz ham rahbar-ku, to'g'rimi? Tasavvur qiling, korxonangizda muammo ko'p. Olovdek yonyapti muammo. Rahbar sifatida nima qilgan bo'lasiz? Olovni o'chirishga harakat qilaman. Zo'r. Har bitta rahbar olovni o'chirishga harakat qiladi, lekin aslida nima qilish kerak desangiz, olovni boshqarish kerak rahbar. Ya'ni qaysi bo'limdan muammo keladigan bo'lsa, o'sha bo'limni o'ziga yo'naltirish kerak. O'sha bo'lim nima uchun pul oladi? Muammolarni hal qilish uchun. O'zi aslida xodim muammolarni hal qilish kerak. Muammo keltirib chiqarish kerak emas. Ko'pincha bizda qanaqa bo'ladi? Bir bo'lim bo'lsa agar, u faqat rahbar orqali hamma ishni hal qilaveradi. O'sha bo'lim uchun rahbar o'ylash kerak, muammolarga yechim berish kerak. Bu olib tayyorni ishlatadi. Nima kerak bu narsa? Agar u tayyor narsani olib ishlatadigan bo'lsa, nima uchun biz ularga pul to'laymiz? Rahbar sifatida. Shuning uchun rahbarlar muammolarni hal qilib yurish kerak emas, muammolarni yo'naltirish kerak, delegirat qilish kerak. Men qanday o'ylayman, muammo sizga kelyapti-da, uni qanday qilish kerak emas, uni kim qiladi degan savolga javob berish kerak. Agar siz rahbar bo'lsangiz, agar olovni o'chirishga harakat qilmang, olovni boshqarishga harakat qiling. Aynan shu mavzu bo'yicha biz video darslik tayyorladik. Video darslikni olish uchun olov so'zini yozing.